Bundan 3 oy avval 6 oylik bolani qabulimizga olib kelishdi. Bola qabulimizga olib kelganda atopik dermat tashxisi bilan 3 oydan beri davolanayotgan. Qilinayotgan muolajalarda umuman samara ko'rilmayotgan edi. Atopik dermatdan tashqari bu bolada yana tez xirillash xurujlari, yo'tallar kuzatilgan. Bola har 15-20 kunda tez pnevmoniya tashxisi bilan statsionar yoki ambulator davo olib yurgan. O'tkazilgan hamma davolarga qaramay bolani umumiy holatida deyarli ijobiy dinamika bo'lmagan. Yuzidagi, quloq ortidagi atopik dermatga xos diatezlar yo'qolmagan. Har 15-20 kunda yo'tal xurujlari qayta takrorlanib borgan. Tekshiruvlar xulosasiga ko'ra biz bolaga sigir suti oqsiliga allergiya tashxisini qo'ydik va darrov davolash muolajalarini o'tkazdik. Hozirgi vaqtga kelib xuddi shu bola butunlay sog'lom bo'lib ketdi. Atopik dermatga xos, diatezga xos toshmalar ham deyarli ko'rinmaydi. Boladagi yo'tallar, xirillashlar yo'q. Bola sog'lom, yaxshi katta bo'lmoqda. Yaxshi vazn qo'sha ham boshlagan. Ishtahasi ochilgan. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan bolalar o'rtasida eng ko'p uchraydigan sigir suti oqsiliga nisbatan allergiya haqida gaplashmoqchiman. Sigir suti oqsiliga nisbatan allergiya chaqaloqlarda va bolalarda kuzatiladigan eng ko'p ovqat allergiyalaridan biri hisoblanadi. Bu allergiya sut aralashmalari ichadigan bolalarda yoki onasi sut yoki sut mahsulotlari ichadigan bolalarda kuzatiladi. Sigir suti oqsiliga nisbatan kuzatiladigan allergiya sigir suti tarkibidagi kazein, alfa-laktoglobulin, beta-laktoglobulin kabi bir qator oqsillarga nisbatan kuzatiladi. Rivojlanish immun mexanizmlariga ko'ra immunoglobulin E ga bog'liq bo'lgan va immunoglobulin E ga bog'liq bo'lmagan ikki turga bo'linadi. Sigir suti oqsiliga nisbatan allergiya 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda 7,5% gacha holatda uchrab turadi. Bolaning yoshi asta-sekin kattalashib borishi bilan bu allergiya ko'pincha yo'qolib ketadi. Sigir suti oqsiliga nisbatan allergiya tez va sekin tipda kechadi. Tez allergik reaksiyalar sut yoki sutli mahsulot iste'molidan bir necha daqiqa o'tgandan keyindan boshlab to 2 soatgacha bo'lgan muddatda rivojlanadi. Sekin allergik reaksiyalar 48 soatdan 7 sutkagacha bo'lgan muddatda sekin asta rivojlanib boradi. Buni qanchalik tez va kuchli rivojlanishi qancha miqdorda sigir suti iste'mol qilingani bilan bog'liqdir. Tez allergik reaksiyalar teri, nafas yo'li yoki oshqozon ichak simptomlari bilan birgalikda kechadi. Shuningdek, anafilaktik reaksiyalar ham kuzatilishi mumkin. Qon bosimi tushadi, puls bilinmay qoladi va bola tezda hushini yo'qotishi mumkin. Yuqorida aytgan anafilaktik holatlar juda kamdan kam kuzatiladi. Asosan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda eng ko'p kuzatiladi teri bilan bog'liq holatlar. Teri qizaradi, teri quruqshiraydi, teriga atopik dermatit, diatez ko'rinishidagi har xil toshmalar toshadi. Bundan tashqari, sutga nisbatan allergiyalarda hansirash, yo'tal, hushtaksimon nafas olish, entikish kabi nafas simptomlari ham kuzatilishi mumkin. Oshqozon ichak simptomlaridan esa ko'ngil aynishi, qayt qilish, ich surilishi yoki aksincha ichni qotib qolishi, qorin dam bo'lishi kabi simptomlar kuzatiladi. Ko'krak yoshida kuzatiladigan ichak sanchig'ini kamida 15% sigir suti oqsiliga nisbatan allergiya hisoblanadi. Endi sekin tipdagi allergik reaksiyalar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bu reaksiyalar allergik enterokolit yoki allergik proktokolit ko'rinishida kechadi. Bular immunoglobulin E ishtirokisiz kechadi. Allergik praktit yoki allergik proktokolit bolani asosan 1-oyida uchraydi. Turli sabablar tufayli bolaga qo'shimcha aralashmalar berila boshlangandan keyin kasallikning belgilari paydo bo'ladi. 50% holatlarda esa allergen oqsil ona suti orqali bolaga beriladi. Sog'lom ovqatlanish fonida bolani axlatidan oz-ozdan qonli ajralmalar paydo bo'la boshlaydi. Tekshiruvlarda esa yo'g'on ichakda shish aniqlanadi. Allergik enterokolit bu holat sun'iy ovqatlanishdagi yoki aralash sun'iy ovqatlanish bilan bog'lanadigan bolalarda rivojlanadi. Ba'zan onasi sutli mahsulotlar iste'mol qiladigan bolalarda ham kuzatilib turishi mumkin. Bunda allergen iste'molidan 1-3 soat o'tib bolada ko'ngil aynishi, qayt qilish va ich surilishi kuzatiladi. Bu holatda organizmga tushayotgan sigir suti oqsili darhol to'xtatilmasa, bolada malabsorpsiya sindromi rivojlanishi mumkin.
yog'li, hidli, suyuq axlat, qorin dam bo'lishi va bola tezda vazn yo'qota boshlaydi. Allergik enteropatiya degan holat ham yuqoridagi kabi simptomlar bilan kechadi. Allergik enteropatiyada qo'shimcha ravishda ikkilamchi laktaza yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin. Bola hayotining birinchi yilida sigir suti oqsiliga nisbatan allergiya ko'rinishida ko'pincha atopik dermatit rivojlanadi. Atopik dermatitning birinchi klinik belgilari bolaga sigir suti mahsulotlari berila boshlagandan keyin rivojlana boshlaydi. Bolada kuchli diatezli toshmalar, teridagi qizarish, qichishish va suvsizlanish kuzatiladi. Toshmalar ko'pincha yuzdan boshlanadi, keyinchalik butun tanaga tarqalishi mumkin. Adekvat tashxislash va davo o'tkazilmasa, kasallik doimiy formaga, ya'ni doimiy shakliga o'tishi mumkin. 40% chaqaloqlarda kuzatiladigan, onani emgandan keyin og'ziga kelib qoladigan sutlar odatda sigir suti oqsiliga nisbatan allergiyani bir ko'rinishi hisoblanadi. Doktor Sakovich fikriga ko'ra, sigir suti oqsiliga nisbatan allergiyani quyidagi tipik simptomlari mavjud. Isitma. Isitma uzoq davom etadigan 37-37 gradus atrofida kuzatiladi. Odatda 30-40% bolalarda uchraydi. Yuqorida aytganimizdek, teridagi allergik toshmalar, nafas yo'li a'zolarini allergik zararlanishi, distrofik, ya'ni bolani rivojlanishdan ortda qolishi, tezda ozib ketishi, dispeptik, ya'ni oshqozon ichak tizimi buzilishi bilan bog'liq holatlar, kamqonlik, gemorragik. Bu holat kamdan kam kuzatiladi. Sigir suti oqsiliga nisbatan allergiyaning bir ko'rinishi hisoblanadi. Teridagi mayda-mayda ko'kish holatdagi gemorragik toshmalar bilan xarakterlanadi. Bu trombositlar miqdorini kamayib ketishi bilan bog'liq. Yuqoridagi simptomlarga to'rvoq, ya'ni eshak yemini ham kiritish mumkin. Tashxislash. To'g'ri tashxislash asosan onani so'rab surishtirishdan boshlanadi. Kasallik simptomlari sigir suti oqsili iste'mol qilingandan keyin qancha vaqtdan keyin boshladi yoki onasi xuddi shu sut yoki sut mahsulotlarini iste'mol qildimi yo'qmi? Sigir suti oqsiliga nisbatan allergiya mezim yoki pankreatin kabi preparatlar qabul qilingandan keyin ham kuzatilishi mumkin. Sigir suti oqsiliga nisbatan allergiyani tekshirishda juda ko'p tekshirish mezonlari mavjud, lekin eng ishonchli va universal usul bu eliminatsion parhezdir. Parhezga sigir suti bilan birgalikda boshqa sut mahsulotlari hamda mol go'shti ham kiradi. Xuddi shularni qat'iy iste'mol ratsiondan chiqariladi. Parhez davomiyligi 5-7 kundan 2-3 haftagacha, ba'zan undan ham uzoq davom etishi mumkin. Tashxislashdagi ijobiy simptom bu xuddi shu sigir suti oqsilini organizmdan chiqargandan keyin, ma'lum muddat o'tgandan keyin bolaning umumiy holatida juda tez ijobiy dinamika bo'lishi tashxislash to'g'riligini bildiradi. Sigir suti oqsiliga nisbatan allergiyani davolashning asosiy usuli xuddi shu mahsulotlarni umuman iste'mol qilmaslik. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu faqat bolani emas, onaning ham iste'mol ratsionidan qat'iy chiqarish kerak. Agar juda zarur bo'lsa, sigir suti oqsiliga nisbatan allergiyasi bor bemorlarni boqishda, aralashmalar tanlashda to'liq gidrolizlangan aralashmalar tanlanadi. Sigir suti oqsiliga nisbatan allergiyasi bor bemorlarda taqiqlashda faqat sigir suti emas, echki, qo'y, tuya kabi hayvonlarning sutlari ham ratsiondan chiqariladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.